Hurmatli obunachilar, mana bu qo'zilarimizga bittadan ahamiyatni berib, like ni bosib qo'yinglar akalar. Buni qo'zilarni qaranglar akalar. Xudo xolasa, bugun o'sha faqat seleksiya uchun qo'ydi tozalari chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Sharifjon akamizda xudo xolasa har doimgidek tozalari aka. Bahiyatxon Seleksiya natijalari akalar bugun xudo xolasa sotuvda. Qo'ydi tozalari. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana bu qo'chqorni garbanoslarga xudo xolasa bittadan like ni bosib qo'yinglar. Bu yoqda akalar o'sha qo'zilarimizni otasi. Hammasini liniya, dokument, hamma narsasi bor akalar. Ota inasi hamma tomonlama qo'llari tekshirilgan variantlari sotuvda. Mana akalar, qo'ydi qaranglar, xudo xolasa qo'zichoq. Narxi ham arzon bo'ladi akalar. Razrezini qaranglar akalar, bittadan like ni bosmasalaring bo'lmaydi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu qo'yimiz ham xudo xolasa video davomida sotuvga chiqdi akalar. Qo'ydi tozasi, tinig'i. Assalomu alaykum, Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana bunday toza qonli qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Hoptepa qo'rg'on qishlog'idan, ya'ni o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloqdan akalar video syomkalarimizni olib boramiz. Mana bu qo'chqorimiz yoqsa, videolarimiz yoqsa akalar bittadan like ni bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 2-aprel akalar. Qo'chqorning oyoq kengliklarini qaranglar. Bunaqa qo'ylarni sizni kanalingizda kim chiqaryapti desalaring, o'sha eskitdan kanalimizda qo'ydi zo'rlarini qo'yib berayotgan akamiz o'sha arzonchi akamiz, xudo xolasa Sharifjon akamizni qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Sharifjon aka, charchamasdan xudo xolasa. Yaxshimisizlar? Sog' salomatina. Xudo xolasa. Qo'ydi yaxshilarmi aka bugunga? Zo'rlaridan firmadagilarga deb ko'rsatamiz. Fermadagi qo'ylargacha ko'rsatiladi bugun. Ko'rsatamiz. Zo'rlaridan, ishqibozlaridan. Gap yo'q aka. Ular arzoni ham bor, zo'ri ham bor aka. Videoyimizda aka cho'zmaymiz. Aha. Buni ma'lumotlarini berishni boshlaylik. Ilojini borsa tez bo'lsin. 10 oylik qo'chqorimiz. 10 oylik qo'chqor. 94-95, quloqlari butun, oq yuz. Metrlaymiz, juni yo'q buni mana. Qo'y lekin qo'lda sal turmas ekan aka. Jichcha. Ana akalar. 80. Qo'lingizni bunday olib turing aka. Olavering. Ana akalar. 85 ga ozgina kam qolyapti. Qolishaveradi uka. Hurmatli obunachilar, o'ta uzun. uzunliklarini ham o'lchab ko'rsatiladi akalar. Chekam 90 ga 87 ga. Ozgina kam 90 xudo xolasa. Shu qo'chqorimiz 5 ta sovlig'i borga, yengilroq. Sovlig'i bor, xudo xolasa. Mazaqa boqishadi. Zot toza, pul arzon, xudo xolasa. Akalar o'sha yozda olib kelganman, o'zimni uyimda turgan qo'y bu ham. Prosta obunachilarga mana qayga solishtirsin, eldan 200 ming, 500 ming arzon sotyapmiz. Buni tugatyapmiz uka. Gap yo'q aka. Xudo xolasa 5-6 ta sovliqlaring bo'lsa, akalar haqiqatan tavsiya qilamiz. Nimaga akalar puli arzon, hamda esa 5-6 ta qo'ydan ko'piga ham ishlayveradi, lekin 5-6 taga qo'chqorni ham charchatmagan holatda 5-6 ta sovliqqa ishlatinglar, xudo xolasa keyingi yili, undan keyingi yillariga ham xudo xolasa qo'chqorni olib yursalaring bo'laveradi. Hali qo'zi narsa, zo'r narsa akalar. Sharifjon aka endi aka yedish sog'lomligi hamma tomonlama garantiya beriladi. Bir hafta kafolat, sinab olish. Bir hafta kafolat akalar. Oldi ko'hraklarini qaranglar bu qo'chqorimizni. Oldi ko'hraklari, to'shlari hamma tomonlama kelishgan. Bitta aybi shu odam bilan sal murasa qilmas ekan. Bular olingandan beri birinchi marta qo'lga tushishdi uka. To'g'ri. Oyoq qo'lni yo'q. Sharifjon aka, endi buni aka narxida hamma gap. Narxini yo'lida qilib gaplashaylik. Arzon uka. Nech pul aka? Hop, bunaqa qo'ydi 7,5 sotyapmiz. Buni bir obunachilarga bitta bonus qilamiz. Bitta bonus qilamiz. 7 millionga 100 ming o'tib beramiz. 7 millionga 100 ming o'tib berasiz, ketaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bittadan like ni bosib qo'ying. Bu kanalda rivoj uchun, qo'ydi zo'r chiqayotgan uchun like bosib qo'yish uchun. Yana bozorda ham bermaydi buni. Yana o'tib beradigan joyingiz bormi aka? Bo'ladiganini ayting aka. Telefon qilsa yana ozgina xayr qilib beramiz. Yana ozmas xayrini qilib berasiz, xudo xolasa. Nomerini eslab qolsin, 94-95. Hurmatli obunachilar, telefon qilib aloqaga chiqasizlar, ishlaring obязательно bitadi akalar. Xudo xolasa qo'yda tozasi zo'r akalar. Hozir shunda akalar 6 million 900 ming so'm bo'lyapti. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilsalaring akalar xayriga o'tib beriladi, xudo xolasa. Chiroyli qilib o'tib beradilar Sharifjon akamiz. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Tavsiya qilaman, arzon bo'ldi. Bittadan like ni bosib qo'ysalaring bas akalar. Sizlardan talab qilinadigan narsa shu.
bitta like, bitta comment. Bo'lmasa akalar biz keyingi partiyamizni boshladik. Akalar, ikkinchi partiyamizga ham xudo xolasa Qo'chqorni mana bunday suyakchan kelishgan variantda. Sharifjon aka, partiyamiz ko'payib ketyapti aka. Partiyamiz ko'p ekan xudo xolasa. Buni tez ma'lumotini bering bo'ldi. Buni ma'lumoti 12 oylik Qo'chqorimiz. 12 oylik Qo'chqor. Chiqqaniga olishadi, kechijani. Bo'ylari akalar mana. Bo'ybastlari, hurmatli obunachilar. Qo'lingizda olib turavering aka. Qo'lingda olib turgan sen mana. Mana akalar. Xudo xolasa ozgina kam 90, 85 plyusga olaverasizlar aka. 85 plyusga olishadi. Qo'chqorni razrez hamma yo'g'ini ko'rib olasiz. Orqalarini ham. Oyoq kenglari hamma tomonlama. Qo'chqordan oyog'i keng. Uzunligiga, keyin monotoniga ahamiyat beramiz. Junnolayotganda mashinga tegan xolos. Juni ham akalar 0 qilib olingan variantidan akalar. Metrda to'g'ri qo'yamiz aka. Mana. 90. Yo'q, xudo xolasa kvadrat. Kvadrat akalar. Sharifjon aka, 7 ishda sog'lomlik hamma tomonlama garantiya. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishadi. Qo'ydi soni ko'p kelib ko'rib olishadi, qo'ydi narxi ham arzon. Narxi ham arzon. Akalar, sizlarga bunday gap, ehtiyot shart qaysidir ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, Sharifjon akamizdan so'rayverasizlar. Partiyamiz ko'pligi uchun tez video qilyapmiz. Bittadan like deb bosinglar, xudo xolasa Sharifjon akamiz narxini bomba qiladi. Narxi 7,5. 7,5 ga ketaveradi. 7,5 bo'lsa ketaveradi. Hurmatli obunachilar, aka telefon qilganga xayri bor a. Bemalol. Hurmatli obunachilar, telefon qilinglar, 7 million 500 ming so'mga xayri bor. Akalar, tavsiya qilaman, qo'ylar arzon chiqyapti. O'zi xudo xolasa Sharifjon akamiz doim arzon qo'yganlar. Bundan bu yog'iga ham arzon qo'yadi. Bo'lmasam akalar, biz keyingi partiyamizni boshlaymiz. Tavsiya qilaman, zo'r narx bo'ldi. Hurmatli obunachilar, 3-partiyamizga chiqqan Qo'chqorni quloq tashlashlarini qaranglar mana. Xudo xolasa ko'zdan ancha pastda turibdi, hamda esa quloqlari ham uzun. Mana akalar yaqinroq ko'rsatay. 94, 97 akalar, xudo xolasa bilgan raqamlar. Sifatida bu yoshligida o'shancha tashaganman, razrezda. Razrezda ekansa, oyoqlari yo'qolligini qarab. Ayniqsa dumbalari ham aka bu haqiqiy raketa dumba ekan. Anakonda. Buni Stoyka kuchli-a? Stoyka o'ta kuchli. Metrda to'g'ri qo'yamiz aka. Metr emas, shalga yapmiz. Baribir akalar kun issiq, odamga ham ta'sir qiladi. Mana akalar. Xohlasa, 85 plyusda. 85 plyusda, 90 ga ozgina yetmayapti. Qo'chqor shuni qo'yib yuborgin. Qo'chqorni qo'yib yuboring aka. Mana obunachilar. Qo'chqorni, mashaalloh deb yozib ketinglar. Qo'chqorni tozasi akalar. Mana Qo'chqor. Sharifjon aka, buni narxini ham arzon qilib beramizmi, xudo xolasa? Necha pul qilib beramiz aka? Narxi 7 millionga beraman. 7 million so'mga ketaveradi. Bittadan like bosib telefon qilyapman Sharifjon. Kommentda ham yozib qo'ydim uka deganga, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'tib beriladi, yana. Beriladi, men qo'ydi qarab. Bu ishki vozi bu telefon qilsa buni kashdan qo'shaman deganlar. Gap yo'q aka. Hurmatli obunachilar, 7 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Qo'ydi tozasi akalar. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz. Stoykasiga bittadan like deb bosmasalaring bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa 4-partiyamizga chiqqan qo'ydi qaranglar. Sharifjon aka, shunaqalarini aka qalam bilan chizilgani, undan tashqari birinchiga qo'ysangiz bo'lmaydimi aka bunaqalarni? Buni ham ishqivozi bo'ladi-da sekin. Buni endi haqiqiy liniyachilar. Bu videoni o'sha oxirgacha ko'radigan akalarimizga ekan-da, xudo xolasa. Razrezni qaranglar. Dumpuma aralashmagan akalar. Uni kichkinaligida, qo'ziligida kelganman. Kichkina qo'ziligida kelgan yozda akalar, xudo xolasa. Ancha vaqt boqilgan. Garbanos, quloq joylashuv mana, joylashuv. Quloq joylashuv, quloqlarini tashashi ham chiroyli ekan-da aka. Keyin buni svetiga akalar ahamiyat beringlar. Sveti haqiqatan chiroyli mana. Taglari ham xudo xolasa oppoq. Taglarigacha hamma tomonlama ko'rsatamiz. Mana oldi ko'kraklari, oyoqlari stakan tuyoq, oldi ko'krak, quloq tashash hamma tomonlama o'zar. Sharifjon aka, yosh oyligi qanaqa buni? Bu 8 oydan 9-oyga o'tyapti. 8 oydan 9-oyga o'tyapti, xudo xolasa akalar. Hamma yo'g'i kelgan. Bo'ybaslari. Tayyor. Bo'ybaslarini ham bitta o'lchab ko'rsatamiz aka. Xudo xohlasa bo'ybaslari obunachilar yerdan mana urgan 83 84 shunaqa 80 plyusga ham olaverasizlar akalar, xudo xohlasa. Yuziga lekin bittadan ahamiyat beramiz. Quloq joylashuvga. Quloq joylashuv. Quloqni ham bitta o'lchab ko'rsataylik aka. Sheydan 20 ta. 20 xudo xohlasa akalar. Xotirjam 20 ga beramiz. Xotirjam 20. Aka buni bitta stoykasini ham ko'rsak. Qo'yib yuborgin buni. Qo'yib yuboring aka. Buni bitta ko'rishsin. Voy mashalloh. Stoyka ham mo'shni akalar. Stoykani qaranglar, mana sizlarga. Mana stoyka akalar. Shunaqa stoykalarga kerakmidi? Aka endi narxini ayting, buni yo'lida qilib ayting lekin. Unaqa 2000 2,5 ming emas. Yo, unaqa aytmang aka, yo'lida qilib ayting bo'ldi. 1,5 ming emas.
Nech pul aka? Qanchalik arzonroq akaga? Xo'p, narxi 1200 bo'lsa ketaveradi. 1200 dollarga ketaveradi, xudo xolisa. Maza qilsin. Buni soni bitta emas. Ha, soni ko'p. Soni ko'p ko'rsataman. Xudo xolisa soni ko'p akalar. Mana, qo'ydi qaranglar. Bir sakrab o'tib ketdi. Sheriklari ham shayda, xudo xolisa Mana akalar. buni bitta video qilib bergan To'g'ris Navruzbek bizni azi vaqt cho'zilib ketadi. Gap yo'q aka. Mana shuni chiqsa hammasi. Bo'lmasa keyingi partiyalar boshlaymiz, hozir shu qo'chqorlab chiqamiz akalar. Akalar 5-partiyamizga chiqqan qo'ylarimizni qaranglar. Yuzlari toza, haqiqiy urug'qa aytamiz u akalar. Mana zot akalar, mana liniya, xudo xolasa akalar, liniya zot hammasi oyoq kastiyak dumba hammasi bitta qo'yda jamlangan variantiga ham yetib keldi. Hammasi 90 plus aka bular. Hammasi 90 plus. Yuzlarini qaranglar. 4 ishga chiqarayotgani bor. Bitta 4 ishga chiqarayotgani qolganini yosh qanaqa? Qolgani hammasi qo'zi uni. Qolgani hammasi qo'zi akalar. O yuzlarini qaranglar. Ahamiyat beringlar akalar, bittadan like-ni bosinglar. Garbanos hamma tomonlar. Razrez nima deyapti akalar? Orqa oyoq kengligini qaranglar. Endi buni qo'zilariga ahamiyat beringlar. Bular qo'zi aka hammasi. Bular ham xudo xolasa tozalari, zo'rlari. Xo'p, Sharifjon aka, endi buni narx-navolari qanaqa bo'ladi aka? Buni narxi uka 1000 dollardan boshlanadi bu qo'ylar. 1000 dollardan boshlanadi. 2000 dollarga da bor, kelib ko'rib ustida savdolashamiz. 1000 dollardan boshlanadi. Qo'y yerga solishtiradi bor. Qo'yga aka buni ishlashiga ham garantiya berilsa kerak xudo xolasa. Bo'ladi bu qo'yga, chunki zoti bor qo'yda Zoti bor narsalar kerak. Qo'ylar bu hali mo bor. Aqaga mo qo'yga. Mana. Ayda bunaqa qo'y. Akalar bu qo'zini qaranglar, gavdasini. To'nini qaranglar buni. Voy mashalloh. Dumba ham qo'nni razrez. Bo'ldi, qo'yavering buni ham aka. Qo'ydi xudo xolasa tozalari. Sharifjon aka narxini aytdik aka. Xudo xolasa telefon qilinadi. Donalab olishadi-da baribir buni aka. Donalab qolishadi-da, kelishadi, ko'rishadi, Sharif uka mana qo'ying, yaxti nech pul deysa, biz osmondan kelmaymiz. Xudo xohlasa aka. Kelib o'tib beramiz, O'zbekiston bo'ylab dastaga qilib beramiz. Bitta olsa ham. Akalar qo'ylarni hammasi garbanosli kelishgan tozalar ekan. O ash qo'ydi ham garbanosini qaranglar. Buni uka yozdi bilan mehnatini shuni yeqqanmiz biz. Gap yo'q aka. Zo'rini olib baqlu. Bundan keyingi partiyamizga aka, mashina ikkita barrasi bor. ha, uydan qo'ylar ko'rsatamiz. ha, fermadagi qo'ylar ko'rsatiladi. Hurmatli obunachilar, fermadagi qo'ylarni ko'rsatamiz, bo'lmasa bittadan like-ni bosib turinglar akalar. 6-partiyamizga akalar, barra so'raganlarga mana barrasidan xudo xolasa qo'zi. Yosh meni uka pulim ko'p, lekin nabiralarim so'rayapti. Men qo'yga qiziqmayman, nabiralarimga olib beraman, xudo xolasa seleksiya qilib nabiralarim chorvachilik bilan shug'ullanadi degan hojibo hojonalarimizga akalar. Mana xudo xolasa puli arzon, ha aka? Puli ham arzon. Zot tukata, qo'chqorchalar mana. Kelasi ham qo'chqor aka? Yo'q ham qo'chqor. Kelasi ham qo'chqor. 7 ish sog'lomliklari qanaqa bu? Umuman muammosi yo'q, 3 oylik. 7 ish sog'lomligiga garantiya, 3 oylik qo'zi. Bo'ybaslari aka 70 xotirjam chiqaveradi. Xotirjam, olishaveradi. Xotirjam 70 chiqaveradi. Quloqlari 20 akalar, xudo xolasa. Yuzlarini qaranglar. Sharifjon aka, buni endi narx-navolari qanaqa bo'ladi? 150 o'ta arzon. Nech puldan bo'ladi aka? Buni narxi ikkalasini bir joyga olsa 10 millionga beraman. Ikkalasini bir joyga xudo xolasa 10 million so'mga ketaveradi. Maza qilib yuldan ketin har donasini mingdan berishmaydi o'zi. Akalar, tavsiya qilaman, xudo xolasa. Bu shaxta qochib va tug'ilgan şeyda enalari bilan turgan biz ajirib oldik. Tagi tugi Qirg'izga qaraydi aka. Xudo xolasa akalar, tagi tugi Qirg'izistonga qaraydi, lekin qo'ylar haqiqatan toza. Toza. Biz buni qo'zilarni ham mashindaligida olganmiz o'zimiz. Mashindaligida olingan. Yaxshi puldan sotyapmiz, kammi. Sharifjon aka, xudo xolasa telefon qilganga xayri bormi? Yo'lda qilib beramiz. Yo'lda qilib beriladi akalar. Bu yog'ida akalar ena bolasi. Ona bolasi. Bolasi nima aka? 3-bolasi. 3-bolasi, bolasi urg'och. Yuzi tinig'idan xudo xolasa. Onasi 6-ishini chiqaryapti. Onasi 6-ishini chiqaryapti. Bo'ybaslari-chi? Turuvini qarang. Onasini 85 ga beraylik. Onasini akalar xudo xolasa 85 ga olaverasiz. Dalavach. Endi dalada o'tlar endi pishyapti, bu dalani qo'y endi semirishni boshlaydi aka. Qo'ydi qarang. Qo'yladi qaranglar. Xudo xolasa bolani. Zo'r. Kelasi ham bor. Quloqlari ham. Bolasini qulog'i necha aka? 20 ga. Bolasini qulog'i 20 akalar. Sharifjon aka, endi buni narxi nech pul? Buni ham yengilroq beramiz. Nech pul qilib beramiz? Hop, 10 million bo'lsa bu ham beraveradi. 10 million so'mga bu ham ketaveradi. Ishki voz telefon qilaveradi. Gap yo'q. Endi akalar fermadagi qo'ylarni ko'rsatamiz, zo'rlari chiqadi. O'sha videoni boshiga qo'ygan qo'ylarimiz chiqadi.
Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga mana akalar qo'zini xudo xolasa tozalari seleksiya natijasi akalar. Haqiqatdan qo'ydi yaxshisini boqadigan akalarimizga, zo'rini boqadigan akalarimizga tavsiya qilamiz. Bu uchalasi qo'z akalar. Bu yoqda turgan mana bu xudo xolasa otasi, bu Sharifjon aka. Bu otasi. Onalari qo'rada turibdi, xudo xolasa hammasini ma'lumotlari beriladi. Beriladi. Bo'lmasa Sharifjon aka buni obunachilar kuttirmasdan chiroyli qilib aka ma'lumotlarini asta-sekin berishni boshlaylik aka. Buni otasi Sharpay mana. Buni otasi Sharpay. Onasi birinchida turgan 80 liniyali. Onasi Qo'ron ichida, xudo xolasa bu qo'zimiz 3 oylik qo'zi. 3 oylik qo'zi. 3,5 oylik. 3,5 oylik. 3,5 oylikmi 3 oylik? 3,5 oylik bu. 3,5 oylik. Aha, 73 kilo hozirgi bes. 3,5 oylik qo'zi 73 kilo. 73 kilo kelib. Voy mashalloh. Akalar, natijasi bu. shu joytiga bittadan like bosinglar. Ahamiyat berish. Hop, endi aka onasi 80 dan dedingizmi liniyasini? Otasi Sharpay mana o'zi. Otasi mana yerda turibdi. Xudo xolasa Qirg'izistondan keltirilgan. Onasini ham otasi Sharpay. Onasi 80, otasi Sharpay, xudo xolasa akalar mana. Bolani qaranglar. Razrezi ham xudo xolasa dakkansa razrez, oyoq kenglik kastiyaklariga ahamiyat beramiz akalar. Qo'ydi tozasini boqaman deydigan akalarimizga. Hop aka, buni barcha ma'lumotlarini berdik. Hop, yedish sog'lomliklari xudo xolasa hamma tomonlama zo'r aka. Zo'r javobga. Endi mana bunisini ma'lumotlarini beraylik. Hop, bu oq yuzimiz. Oq yuz. Bu ham shuni bolasi. Onasining liniyasi yo'q. Onasini liniyasi yo'q, lekin otasi Sharpay liniyadan, xudo xolasa. Ko'pga tushgan bu garbanos qarang, qulog'ini, yuzlari, garbanozlari, ayniqsa buni orqa razrezlari otaga tortgan ekan, aka. Otani qarang turishini. Otasi ham xudo xolasa. Qalamda chizilganday turadilar. Buni aka otasi ham sotiladimi? Yo'q, otasini sotmaymiz. Bu o'zimiz endi qo'zilari sotiladi. Bunisi aka, bunisi qo'chqormi so'mi? Bu ham qo'chqor. Uchovi ham qo'chqor. Bu ham shular sherik. Bu 2,5 oylik. Bu 2,5 oylik, xudo xolasa. Qarab ketyapti. 2,5 oylik. Kichinasi shunaqa. Kichinasi 2,5 oylik. Bunisi 3,5 oylik. Qo'ydi qaranglar akalar, mashalloh deb yozib ketinglar. Quloqlariga ahamiyat berib, kelib ustida ko'rib olishaveradi. Kelib, ko'rib ehtiyotlarga onlayn olaman deganlarga onlayn ham ketaveradi. Olaman deganga onlayn ham sotaveramiz. Iloji boricha endi bunaqa pulni katta qo'yga kelib ustida ko'rib olasiz. Ha, ilojini boricha ko'rib, akalar tomosha qilib, bir qolgan qo'ylarni ham ko'rib tomosha qilib ketasizlar. Hammasi simjun, tozalari, zo'rlari akalar. Hop, Sharifjon aka, endi bularda aka narxi qanaqa bo'ladi? Narxi xudo xolasa ilojini bor. Bu qo'ylar arzon emas aka, o'zim ham bilaman. Lekin baribir yo'lida qilib qo'yib berish kerak. Kelishamiz. Monasini o'zini biz 6000 ga bermadik. Bu qo'zini o'zi 6000 ga berilmagan aka, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'zini o'zi 6000 ga berilmagan ekan, 10 ga ozmaz o'tib berilar ekan. Xudo xolasa bularni hali savdosi bo'lmagan ham ikkalasini. Yo'q, savdosi bo'lmagan, bular yengilroq beramiz. Bularda hali savdosi bo'lmagan, bularni yengilroq qilib beriladi, lekin bunisi haqiqatdan toza. 10 dan oshiqqa ham arziydi akalar, asli egasi. Biz buni sotishni bilmaymiz-da, agar biz buni sotishni bilsak, uka. To'g'ri aka. Jonivorni qaranglar akalar. Buni otasini ham bir yusuflarni bir ko'rsatib qo'yaylik, otasini ham iloji bo'lsa bir ushlasak zo'r bo'lardi aka. Otasini o'tkaylar kelgan. Otasi o'tkaylik kelgan akalar. Bundan az tushgan sovliqlari bittasini 5,5 mingga sotdim. Bittasi 5,5 mingga sotildi. Kichkina qo'zi. Akalar, xudo xolasa yaxshi qo'ylarni olib boqsalaring. O'zi shu yerda foydasini ham o'zlaring bilib turibsizlar. Qulog'i 21. Qulog'i 21, ha. Buni hozir ikkita egizak ullari bor, uni ham sotamiz. Egizak o'g'illari. Kerak, o'shani sotamiz. Akalar, qo'chqorni qaranglar. Mashalloh deb yozib qo'yinglar. Bunaqasi juda ham kamdan kam bo'ladi. Like-ni bosib kanalga obuna bo'lsalaring akalar. Bularni yuruvini qara. Shunaqa qo'ylar chiqqanda xudo xolasa ulgurib qolasizlar. Gap yo'q aka. Umuman ajramagan. Hurmatli obunachilar, Sharifjon akamizga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Bugunga egizagini ham ko'rsataylik. Egizaklarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana akalar, bu o'sha xudo xolasa o'g'illar, ha, egizdi. Akalar, o'sha Sharpay qo'chqorimizning xudo xolasa o'g'illari. Ikkalasi ham qo'chqor, ha? Ikkalasi ham qo'chqor. Buni onasining yoshi qanaqa? Birinchi bolalarida. Ikkitish, birinchi bolalari akalar. Yuzlarini qaranglar. Tanig'lig'i. Mana shu qo'ylarga like-ni bosmasalaring akalar, qaysi qo'ylarga bosasizlar deydi-yu. Xudo xolasa like-ni bosib qo'yinglar. Qo'ydi simjunligiga, hamma tomonlama mana hamma yo'g'ini ko'rsataman, ahamiyat berib ko'rib olinglar akalar. Nimagaki bunaqa toza narsani akalar olmasangiz ham bitta like-ni bosib, tomosha qilib tursangiz ham maza qilaveradi.
Inasi Tozasini. birinchi bolasi hali zo'r o'sib Quloq ketadi. tashlashlariga ahamiyat bering akalar. Xudo xolasa quloq tashlashlari ham o'ta ham go'zal, simjuni, tiniq akalar. Sharifjon aka buni yedi ishtilari qanaqa? Bu shu muammosi yo'q. Bu bachokni ham Yedi ishtidan ko'ryapsizmi? muammosi Semental. yo'q. Mana akalar, bachogam xudo xolasa yana ikkita qo'zi qo'shib qo'ysalaring ham baqaveradi. Qo'zilari ham zo'r ketyapti. 7 ish sog'lomliklariga garantiyalari beriladi. 7 ish Ash sog'lomligi. qo'chqor bilan yurgan, balki qochib qolganmi bilmaymiz. Ash qo'chqor bilan yurgan. Yana qochib qolgan bo'lishi ham Yana mumkin qochgan aka. bo'lishi ham mumkin ash qo'chqordan. Yana qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Endi aka. unga biz garantiya bermaymiz, olib borib sinab olamiz. O'zlari bir qo'chqorlari bo'lsa, yaxshi qo'chqorlari bo'lsa, qo'shib xohlagan, olgandan keyin xudo xolasa o'zlarining ko'ngillari tusasa, So'ygan qarang, yana stoykalari ham xudo xolasa mashina ekan. o'ta dahshat. Sharifjon aka buni narx-navosi qanaqa bo'ladi? Buni uka 3000 ga beramiz. 3000 dollarga ketaveradi, xudo xolasa. Kelib ko'rib olishaveradi. Kelib ko'rib olishadi aka, ozmoz xayriga jichcha-picha yo'l qo'yib berasizmi? Ishni bitiramiz uka. Hurmatli obunachilar, ishqibozlari telefon qilsin akalar, qo'ydi, tushunganlar telefon qilsin. Xudo xolasa ishlaring Bu bitadi. firmada uka kelib ko'rishadi, ko'rsataveraman. Xonadonda bozordiki bor. Hozir u Bu alohida firmalaring, ha, xudo alohida xolasa. firmada qo'yiladi. Bu alohida firmadagi qo'ylar Bu akalar. bacho qarang detalli. Bu endi aka shu bilan oxirgisimi bu? Endi kelishaversa qo'y seyrab. Qo'y seyrab, ha. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugungi videolarimiz mana shular edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarimizda akalar ko'rishguncha.